Jalonbek rahmat uka, katta mana shu kelishimizga sababchi bo'lgan bola shu Jalonbek hoji. Rozi bo'ling, xizmatlaringizga rahmat uka, katta. Xo'p, mana do'stlar, rubob biz ishlayotgan joy ruboblarda mana bunaqa qilib pokovka qilinadi. Mana bu birinchi sorti. Shunday qilib mana bu yerda kesib pokovka qilinadi. Mana maytlarda kesib pokovka qilinadi. Mana bu ichkari parnigimiz. Mana shunaqa parnidan 10 ta, 12 ta bor. Ashlar teramiz. O'zimizda ham tog'larda o'sarkan ravoch. Teraverasiz, chiqaveradi, teraverasiz, chiqaveradi, shunaqa narsa ekan. Mana Jalonbek rahmat uka, katta mana shu kelishimizga sababchi bo'lgan bola shu Jalonbek hoji. Rozi bo'ling, xizmatlaringizga rahmat uka, katta. Shunday gaplar. 8 soat ishlaymiz. Mana shunaqa ishlarda men mashlar toshiyman, bolalar teradi. Dastlabki qilib beraman, olib kelib tashlab berib ketaman. Bolalar shu 3 kishi, 4 kishi teramiz. 10 ta, 12 ta teplisamiz, parni mana shunaqa angarimiz. Bu yerda 3 kishi kesadi. Birov davay demaydi. Shu 2 tonna, 2,5 tonna shuni qilamiz. Tayyorlab magazinga anaqaga patxasga jo'natamiz. Hada ham 2 ta sherigimiz bor, ular magazinga upa-ko'pga qiladi. Mana shunaqa ishlar. Bizda qiyin joyi yo'q.